Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men sotib oldik do'stlar. Bugungi videoroligimizda kim o'tgan videoroligimizni ko'rgan bo'lsa, Real Madrid 2018 bilan Barcelona 2015da Prime aniqlarda qo'ydi, lekin 2-0 ga Real Madrid yutdi. Shuning uchun 2009-yilgi Barcelona bilan 2018-yilgi anaqani qo'yamiz. Kim uchun aniq qilib ko'ramiz. Katta mana Fire Clicks, ya'ni jarima zarbasidan sotib olibdi. Ronaldo bo'lishi kerak edi gol. Birinchi zarbani o'zida qara, chiroyli gol bo'ldi. Messi. Tushunmadim. Sasha Torredan edi. Bel. Oho, qiyshiq debdi. Etom. Oh, Benzema. Henny. Napa o'rganga puras apa. Toni Kroos zarbasini to'sdi. Adashtirib qo'yibman. Cho'la bo'lmaydi mana hozir Modric deb ko'ndi. U nech kishi? 3-5 kishi turdi-yu. Sizlar qaysi komandaga birliklar qilasiz va qaysi klublarga eng safar qo'yali, shuni albatta yozib ketinglar. Voy. Nima qildi? Bosdi uni Marcelo. Build. Voy. Alvarez. Pochipunda Sergio Ramos. Marcas. Tanimayman. Valverde mi? Kim edi? Balan. Yutti yana bu safar anaqa 2-0 ga birinchisini sotib oldi, ya'ni Ronaldo 2018-yil. Voy ya tualete. Ashurtsa. Keyingi safar qaysi komandaga qarshi, qaysi komandaligini albatta yozib qoldiringlar. Sizda yozmas demanglar, mana hamma komandani lupa anaqasini ochilgan bemalol yozib mana xohlasalar shuni do'zida hozir biz endi bunisini tanlasak, bunisi mana 2009 ga qarshi penalti qo'ramiz. Bitta videoda ikkita qo'yib yuboramizda. Birinchi o'rib Bel ekan. Bel gulurda. Endi biz to'sishimiz kerak. Men yaxshi to'samayman. Messi urdi. Sizlarga Ronaldo Messimi, Realmi, Barsami albatta yozib qoldiringlar. Digarlar. Meqa Henni to'sadimi? Yo'q, Henni to'g'riga tep berdi. Penalti ham bo'laveradi, gol. To'g'riga gol. Very tualete. O'zimizda mashhurda degannaqa. Tualete. Ya. Modric foydat. Qanday gol. Vah, Luka. Qo'ymadilar endi. Vah. Xato qildi. Endi bundan foydalanish kerak. Toni Kroosda urdi 5-3 hisobi bilan Real Madrid shunisida ham yutdi. Siz o'ynagan uchun yutdi deyishlaringiz mumkin. Masalan, agar shu videoga 10 ta like yiqilsa, keyingi safar men Barcelona yoki sizlar aytgan komandalarga qarshi
Hammaga omad. Sizlar bilan men 5 daqiqa ichida sotib oldik. Bu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.